Assalomu alaykum azizlar. Men Muslimbek Boymurodov, yuz jahl jarrohi implantologman. Qisqa tanaffusdan keyin zo'r qiziqarli mavzuda uchrashib turibmiz. Bu VICH va SPID. O'zbek tilida terminologiya OITV va OITS deb ataladi. Va juda ham ko'p bu holatlar SPID o'ladimi, VICH o'ladimi degan holatlar yo nimadan yuqadi, ya'niki o'sha holatlarni hamma narsasini ochiq oydin sizlarga oddiy tilda tushuntirib berishga harakat qilaman. Bu oddiy xalqqa ham, shifokorlarga ham, studentlarga ham hammaga manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Demak, darsni boshladik. VICH degani nima degani? Virus immunodefitsiti человека, ya'ni rus tilidagi abreviaturasi. SPID esa sindrom приобретенного иммунного дефицита. O'zbek tilida OITS deb atamiz yoki OITV. Rus tilida terminologiya juda ham ko'p qulog'imizga chalingan. Endi qaranglar. VICH bilan SPIDda asosiy farqi nimada desak, bu chaqiradigan kasallikni virus, ya'ni chaqiriladigan infeksiyamizni biz virusni VICH deymiz. Endi mana shu virus chaqiradigan holatda, organizmdagi holatda unda har xil opportunitskiy infeksiyalar bo'ladi. Holiman tushuntiraman. O'sha holatda esa biz SPID deymiz. Organizmdagi insonda holati o'zgarishida, sog'lig'idagi holat, demak SPID deb ataladi. O'sha sindrom, ya'ni simptomlarda yig'indisi. Demak, VICH qaysi oilaga kiradi desa, retrovirus oilasiga kiradi. Aynan urug'i esa lentoviruslarga kiradi. Retroviruslarda shunaqa xossasi borki, ular mana bunaqa tuzilish jihatdan hozir virusning tuzilishini ko'rib chiqamiz. Обратно, ya'ni teskari transkriptaza fermentiga ega bo'ladi. Asosiy 3 ta fermenti bor. Bu teskari transkriptaza RNKdan DNK hosil qilish xususiyatiga ega. Va mana bu yerda undan tashqari integraza fermenti bor. Bu aynan DNKni, virusni DNKsini genom, aynan o'sha CD4 T limfotsitlariga kirgizib olish uchun kerak bo'ladigan ferment hisoblanadi. Proteaza esa именно virusni yetilishi uchun kerak bo'ladigan fermentimizdan hisoblanadi. Endi bizda mana bunaqa оболочкаga ega, оболочкаning ustida esa bizda beloklarimiz bor. Ya'ni GPA, glikoproteinlar deydi. Buni massasiga ko'ra 120 ga ega bo'lganligi uchun 120 deb ataladi. GPA 120. Bu nimaga kerak? Hozir tushuntirib o'taman. Bizda limfotsitlarimiz bor, ya'niki komandirlarimiz, CD4 T helperlarimiz bor, T limfotsitlarimiz bor. Ya'ni immunitetimizni asosiy hammaga buyruq beradigan aynan immun hujayralarimiz. Endi keyingi aynan glikoprotein qir-bir oqsili hisoblanadi. Qir-bir oqsil bu narsa mana bu ikkalasi hozir qanaqa funksiya bajarishini men tushuntirib o'taman. Bu asosan o'sha bizning hujayramizga, immun hujayralarga kirib ketish uchun RNKni kirgizib yuborish uchun kerak bo'ladigan aynan oqsil hisoblanadi virusdagi. Keyingisi biz aytib o'tdik, RNKdan DNK hosil qiladi dedik. Bu RNK saqlovchi virus hisoblanadi. Endi kapsida bo'ladi. Kapsida bunda P24 ga ega bo'ladi. Mana shu narsani eslab qolamiz. P24 chunki diagnostikada aynan bizga kerak bo'ladi va tushuntirishim uchun, sizlar tushunishliklaringiz uchun. Umumiy holatda tashqi muhitga qanaqa ya'niki устойчивость desa, устойчивость juda ham slab, ya'niki tashqi muhitda yashay olmaydi. Bu faqatgina bizning organizmimizda, ya'ni kletkani ichida, hujayraning ichida yashay oladigan mikroorganizm, ya'ni virus hisoblanadi. U o'sha spirtli 70% yoki xlorgeksidin yoki oddiy bir qaynatsangiz o'shanaqa narsalarga tez parchalanib yo'q bo'lib ketadi. O'zi VICHda ikkita turi bor, ya'ni VICH 1 va VICH 2. Umumiy pandemiya chaqiradigan butun dunyoda 2023-yilda statistikasiga ko'ra 29,9 mingta, ya'niki inson VICH bilan kasallangan. O'shalardan 630 tasi, ya'niki o'limga mahkum bo'ladi har yili degan narsani statistikada tushuntirib aytib o'tilib ketgan. 75% mana shulardan, ya'niki antiretrovirusli terapiyadan keyin oddiy odamlarda sog'lom yashab yuradi. U qanaqa bo'lishligini ham men tushuntirib o'taman holi. Luc Montagnier va Robert Gallo tomonidan aynan VICH topilgan. Endi VICH ikkinchi tipi esa asosan Afrika, ya'ni mintaqasida ko'p uchraydi. Demak, keyingisiga o'tamiz. Keyingi narsamiz bu qanaqa yuqadi degan savolga kelinglar javob berib ketamiz. Chunki mana shu yerda xalqimizda aynan har xil xayollar bo'ladi, yuqishda noto'g'ri fikrlar ham bor. Birinchi navbatda albattaki bu половой путь, ya'niki o'zaro jinsiy munosabatdan yuqadi. Keyingisi
qondan har xil narkomanlar bitta shpritsni qaytadan ishlatish orqali yoki qon quyish orqali yuqishi mumkin. Keyingi holat esa aynan boladan, ya'ni onadan bolaga yuqishi. Bu qaysi holatda? Beremenность paytida 15% dan 45% gacha holatda yuqishi mumkin agar antiretrovirusli terapiya qilinmasa. Yana bir marta aytaman. Agar terapiya olinmasa, bolaga yuqishi, onadan bolaga yuqishi 45% gacha, 15% dan 45% ga. Agar uni doimo lecheniya olib yursa, davolanib yursa, 1% gacha kamaytirib yuboradi. 1% gacha. Ya'ni bola sog'lom bo'lishi mumkin. Ona kasal, lekin bola sog'lom bo'lishi mumkin. Undan keyin bu tug'ruq vaqtida onadagi qon bolaga o'tsa yoki uni har xil выделениялari, chiqartmalari bolaga aynan yutsa, ya'niki bolaga o'tsa, o'shanda yuqishi mumkin. U yana undan keyingisi sutdan, ya'ni yuqishi mumkin, ona sutidan. Keyingisi meditsinskiy manipulyatsiyalardan, tibbiy manipulyatsiyalar. Bular hozir juda ham kamayib ketgan, chunki sterillik juda ham yuqori darajada tibbiyotimizda. Bu stomatologlardan yoki xirurgik manipulyatsiyalardan kesilganda bitta insonni VICH bilan kasallangan insonni ikkinchi sog'lom insonga o'tish ehtimoligi bor bo'lishligi va undan tashqari qon bilan ishlaydigan kasb, misol uchun sartaroshlar o'sha popka deydi, popka bilan qilib kantovkalarni olayotgan vaqtida qirib oladigan bo'lsa, agar ko'p ishlatiladigan bo'lsa, bitta qon ikkinchi mijozga yuqadigan bo'lsa, o'shalardan yuqishi mumkin. Manikyur, pedikyur, o'shanaqa kasb egalaridan yuqish ehtimoligi bor. Endi miflarga kelamiz. Odamlarda o'shanaqa miflar bor. O'shanda yuqadi, VICH bo'ladigan bo'lsa, nariroqdan yur, uni stakanini ishlatma, stakanni musorga tashlab yubor degan narsalarni biz yoshligimizdan eshitganmiz. Bu narsalar xato. Kelinglar, men aytib o'taman, nima ko'p xalqimizda tarqalgan narsalarni hammasi xato ekanligini ko'rib chiqamiz. Birinchisi salom alik. Agar salom alikdan qo'lingizdan oddiy, ya'ni salomlashishdan yuqmaydi. Ikkinchi holatda bu quchoqlashib, ko'pchilik bizda quchoqlashib ko'rishadi. Ayollar bilan endi o'zimizda o'zbek mentalitetida qanaqadir o'pishib ko'rishi mumkin bu yerda. Aynan so'lakdan yuqadi degan narsalar ham va yana quchoqlashib ko'rishgan vaqtida ham yuqadi degan narsalarni X qilamiz. Ya'ni bu narsalar mif, uydirma desak ham bo'ladi. Keyingisi bu idish tovoqlardan ham yuqmaydi. Buni ham X qilamiz. Keyin sachoq, o'shanaqa bitovoy narsalardan hamma ishlatib yuradigan narsalardan ham yuqmaydi. Yoki ko'z yoshdan, birovga ko'z yoshini artib qo'yasiz, yoki ko'z yoshi kirib ketdi, o'shanaqa narsalar yoki uni tupiga yuqishi mumkin degan narsalar, ya'ni o'pichdan yuqmaydi deb aytdik. Keyingi narsa bitta chivin, ya'niki chivinim ikkinchi insonni chaqaydigan bo'lsa, sog'lom insonda ham bu narsa yuqish ehtimolligi yo'q, bu narsada ham olib tashlaymiz. Shunlardan, ya'niki har xil hasharotlarni chaqishidan yuqish ehtimolligi yo'q. Xo'p, endi organizmda VICH qanaqa rivojlanadi, nima uchun xavfliligi yuqori, spid bo'ldi, VICH bo'ldi desa hamma qo'rqadi. Masalaga patogenezini tushuntiraman oddiy tilda. Qaranglar. Birinchisi, virusimiz mana shu narsa organizmga qonga tushdi, misol uchun qon. Mana bu qonimizda bo'ladigan bo'lsa, bizda qonda immunitetlarimiz bor. Immunitet deydigan, ya'niki immun hujayralarimiz bor. Asosiy bu yerda limfositlar, neytrofillar bor, makrofaglar degan narsa bor. Undan tashqari bizda dendrit hujayralar bor. Qaranglar. Xo'p, asosiy CD4 degan retseptorlarimiz T limfositlarda bor. CD4 T limfositlarda, makrofaglarda va dendrit hujayralarida CD4 bo'ladi. CD4 limfositlar, mana bu narsani eslab qolinglar. CD4 limfositlar shunaqaki, bu komandirlar. Ya'ni immunitetga sen bu bilan kurash, sen buni o'ldirgan, uni o'ldirgan, mana bu jinoyatchi deb bizga buyruq beradigan immunitetimizga qarshi, ya'niki immunitetimizni aytadigan narsa bu T limfositlarda CD4 hujayralariga, ya'ni oqsilga ega bo'lgan T helperlarimiz, bular komandir. Endi qaranglar, virus kirdi organizmga, undan keyin CD4 limfositlarni topadi. Undan tashqari ko'pchilik viruslar o'ldirib yuboradi, bizning immunitetimiz o'ldiradi. Lekin degan joyi bor. Mana bu narsa, mana shu glikoprotein va oqsil mana shu T limfositlarga o'xshash bo'ladi. Xuddi xameleonga o'xshash bo'ladi. Uni
Unda siz o'sha politsiyskini jinoyatchi xuddi oddiy jinoyatchi militsiyani formasini kiyib olgandek bo'ladi. Endi qarasangiz, bu ham militsiya-ku deb o'ylab qolishingiz mumkin, chunki formasi o'xshash-ku. O'zini formasini o'zgartirib olish, ya'ni bizning immunitet tanimaydigan holatga kelib qolish ehtimolligi katta, o'shaning uchun xavfliligi. Demak, mana bu CD4 hujayralariga keldi, T limfotsitlarini topdi, ko'pchiligini o'ldirdi bizning immunitetimizni, lekin bu juda ham tez harakat qiladi. Endi bu nima qiladi? Mana shu GPA 120 bu CD4 bilan bog'lanadi, xuddi ko'rishadi. Undan keyin GPA 41 bilan, GPA 41 uni ya'niki sliyaniya qiladi, o'sha RNKni kirgizishga harakat qiladi hujayraga. Keyin bundan RNKsini kirgizib yuboradi. Kapsid orqali RNKsini kirgizib yuboradi. RNKsi kirdi organizmga, ya'niki T limfotsitlarimizga kirdi. Tushunarlizmi? CD4 T limfotsitlarimizga kirdi. Xo'p. Endi RNKdan teskari transkriptaza orqali DNK hosil qilishni boshlaydi. Virus o'zini DNKsini hosil qilishni boshlaydi. Qaranglar. Endi mana shu DNK bizda organizmimizdagi DNKni integraza qilishni boshlaydi. Mana shu DNKni ma'lum bir qismi mana bu yerga o'tib qoldi. Tushunarlizmi? Endi o'tib qoldi. Endi nima bo'ldi? U o'zini virusli chistitsalarini chiqarishni boshlaydi. Ya'ni virus o'ziga kerak bo'ladigan oqsil, o'zini narsalarini, ya'niki o'sha zavoddan o'ziniki qilib oldi, ana shu immunitetni. Endi immun hujayralari unga ishlashni boshlaydi. Ya'ni CD4 limfotsitlari unga ishlashni boshlaydi. Endi qaranglar. Bu yerda nima uchun immunitetimiz reski tushib ketadi? Chunki bizda qolgan hamma immun hujayralar tirik, faqatgina bizga men aytdim. T limfotsitlardan CD4 degan hujayralarimiz immunologiyada men bu narsani tushuntirib o'taman, hali immunologiya darslarimizda bo'ladi. CD4 hujayralarimiz bu komandirlar. Komandirlar oddiy leytenant yoki misol uchun o'sha soldatlarga nima qiladi? Buyruq beradi. Sen buni o'ldirgan, bu jinoyatchiga qarshi kurashgan, bu yoqda mana bunaqa narsa bor ekan degan komanda beradi. Buyruq beradi. Endi qaranglar, mana shu buyruq beradigan komandirimiz nima qildi? O'ziniki qilib oldi. O'ziniki qilib oldi. Endi komanda beradigan immun hujayra bo'lmagandan keyin nima qiladi? Immunitet kimga qarshi kurashishni bilmaydi. O'shaning uchun immun tanqisligi sindromi degan holatga yuzaga keladi. Hali bu narsani tushuntiraman, SPID nimaga yuzaga kelishligini. Ya'ni immunitetimiz nima bo'ladi? Tushib ketadi. Immun sistema tushadi. Keyin opportunistik infeksiyalar yuzaga keladi. SPID bo'lishda mana shu holatda immun tanqisligiga uchradi mana organizm, immunitetimiz ya'ni kurasha olmayapti infeksiyalar. Oddiy gripp yokiga ya'ni pnevmotsistniy pnevmoniya deydi, o'shanaqa tuberkulyozni holatlari, sarkoma kaposhi deydi organizmda yoki gripp, o'shanga o'xshash oddiy kasalliklar odamni nobud qilishga olib kelishi mumkin. Mana bu yerda opportunistik infeksiyalar qo'shilgan bo'lsa, opportunity degani bu imkoniyat degani. Imkoniyat degani, ya'ni boshqa mikroorganizmlar uchun, infeksiyalar uchun rivojlanish uchun nima bo'lyapti? Imkoniyat sharoiti bo'lyapti. Sababi bizda nima bo'ldi? Immun tanqis holatda bo'ldi. Immunitetimiz tushib ketdi. Komandirlarni o'ziniki qilib oldi deb aytdik. Tushunlaringizmi? Demak, bu holat mana shu immun tanqisligi holatda boshqa infeksiyalar bemalol rivojlanish holati bo'lsa, bu jarayonda biz SPID deymiz. SPID deymiz, ya'niki OITS deymiz. Orttirilgan immun tanqisligi sindromi. Tushunlaringizmi? Bunda plus 200 ta CD4 hujayralarimiz dan kam bo'lsa, mana shu narsani yozib ketay. Qachon biz SPID derkanmiz, ikkita holat bo'ladigan bo'lsa, infeksiyaga, oddiy infeksiyalarga immunitet kurash qobiliyati tushib ketsa, birinchisi bu. Ikkinchisi 1 ml qonimizda CD4 T limfotsit hujayralarimiz, ya'ni o'sha komandir hujayralarimiz kamayib ketsa. Tushunlaringizmi? Mana shu holatda SPID yuzaga keladi. Klinik holatlari. Nima klinika beradi? Qanday bilsak bo'ladi? VICH bilan SPIDda. Qaranglar. Birinchi stadiyasida, birinchida nima bo'ladi? Bu o'tkir holatda, o'tkir infeksiyada xuddi grippga chalinganday bo'ladi. Ozgincha temperatura, lanchlik,
ishtaha pastligi, mana shunaqa holatlar bo'ladi. Bu 2 haftadan 4 haftagacha bo'lishi mumkin yoki 12 haftagacha deyiladi. O'shangacha bo'ladi. Ikkinchi stajiyaga o'tadi. Bu latent faza deyiladi yoki ya'ni simptomsiz stadiya deb ataladi. Bu 1 yildan 10 yilgacha bo'lishi mumkin. Bu yerda bemorda hech nima, ya'ni bezovta qilmaydi. Virus organizmda yuraveradi. Qachonki u payt bo'ylaydi. Immunitetimiz hammasini o'zini qilib olgandan keyin birdaniga asta o'zini проявление qilishni boshlaydi, ya'niki ko'rsatishni boshlaydi. Unda klinik holatda 3-stadiyaga o'tadi. Qaranglar, unda paypaslab ko'radigan bo'lsalaringiz, o'zingiz paypaslab ko'rsalaringiz ham bo'ladi. Bunaqa narsa bemorlar bo'lmasin, lekin limfatik tugunlar kattalashgan bo'ladi. Kaheksiya holatiga yuzaga keladi, kaheksiya. Chunki organizm kurashish kerak. Bemorda ishtahasi juda ham pasayib ketgan, hech nima yemaydi. Hech nima yemagandan keyin energiyasi bo'lmaydi. Uni o'zini, ya'ni muskullardagi parchalanib, u yerdan proteinlar, ya'ni oqsillar va o'zini yog'laridan energiya hosil qilishni boshlaydi. Xuddi 1% zaryadkasi yo'q telefonga o'xshaydi. Ya'ni batareyasi 1% o'chib qolaveradi. Ya'ni charchaydi, uxlab qolaveradi. Charchaydi, toliqib qoladi. O'shanaqa holatda ishtahasi bo'lmaydi bu bemorlar. Har doim temperaturasi baland bo'ladi. Chunki immunitetni mana bu narsada sitokinlar deydi. Sitokinlar chiqarishni boshlaydi, lekin buyruq yo'q. Chunki komandir siz o'ldiringlar infeksiyani deb hech kim ayta olmaydi. Ularda hammasi virus qo'lga olgan. O'shaning uchun biz beradigan javob reaksiyamiz sentralniy nervniy sistema orqali, sitokinlar orqali nima qiladi? O'shaning temperaturamizni baland ushlab turishga harakat qiladi. Tushunarlizmi? Baland ushlab turishga harakat qiladi. Endi keyingisi ichki ketish. Ko'p terlaydi. Holsizlikning natijasida ko'p terlash va ichki ketish alomatlari bo'ladi. Undan keyingi 4-stadiya esa SPID bo'ladi. Bu terminal stadiya, eng oxirgi stadiya hisoblanadi VICH klinikasida. Tushunarlizmi? VICH bu chaqiradigan virus, bu holat, eng oxirgi holati. Bu yerda o'zi yordam antiretrovirusniy terapiya insonlarda umr guzoronligini ko'paytirish, lekin saqlab qolish funksiyasini bajarmaydi. Chunki bu yerda pnevmoniya, organizmimizda o'zida infeksiyalar, og'iz bo'shlig'ida juda ham ko'p infeksiyalarimiz bor. Og'iz bo'shlig'ida misol uchun o'sha yomon hosilali sarkoma kaposhi, ya'niki opxili onkologik holati yuzaga kelishi mumkin yoki kandidoz ezofagusniki yuzaga kelishi mumkin, pishvoddiki yoki tuberkulyoz yuzaga kelishi mumkin. Bu tuberkulyoz ko'pchilik faqat o'pkaniki deb o'ylaydi. Yo'q, tuberkulyoz suyakniki, tuberkulyozi mozgniki, ya'ni miyaniki chaqirishi mumkin. Bu yerda CNSda, ya'ni miyani faoliyatiga ta'sir qilganligi uchun markaziy nerv sistemaga ta'sir qiladi. Men shu yerda aytib ketaman. Ko'pchilik SPID kasalliklarida, SPIDda, ya'ni o'sha holatga kelganda ba'zi bir yoshligimizda yoki xalqda shunaqa narsa yuradiki, ular yuqtirishga harakat qiladi deb. Ba'zi bir holatda mana shunaqa holatga ham olib kelib qo'yishi mumkin. Sababi nimaga desa, ularning psixologik holatda markazlarini, ya'ni o'sha zararlanishi, miyani ta'siri natijasida ularning psixologiyasi o'zgarishiga olib kelishi mumkin. Ba'zi bir bemorlarda, ya'ni o'sha hissiyot bo'ladiki, nima uchun faqat men kasal bo'lishim kerak, boshqa birovlarga ham yuqtirish ehtimolligim oshirishim kerak degan narsalar ham bo'ladi agar antiretrovirusniy terapiyalar olinmasa, bosh miya markazlariga o'choqli holatda ta'sir qiladigan bo'lsa, o'shanaqa fikrlar ham bo'ladi. Mana shu SPIDda eslab qolinglar. Faqat SPID kasalligi bo'lsa, nima uchunligini ham tushuntirib o'tib ketdim. Organizmimizda oddiy kasalliklar, gripp, o'shanaqa kasalliklardan kurashish qobiliyati bo'lmaganligi uchun bemorlarni yo'qotish ehtimolligimiz oshib ketadi. Ya'ni o'zi SPIDdan o'lmaydi, bemorlar vafot etmaydi, boshqa bir kasalliklardan vafot etish ehtimolligi oshib ketadi. Xo'p, keyingisi diagnostika. Xo'p, buni eng muhim joyiga keldik. Diagnostika. Misol uchun, igna to'satdan sanchib oldingiz yoki bilmadingiz o'sha inson bormi, yo'qmi, qanaqa qilamiz degan narsada birdaniga sizda organizmingiz VICH bo'ldimi, bo'lmadimi, unaqa aniqlab beradigan diagnostika yo'q. Men birdan aytib ketay. Siz maksimum borishingiz mumkin PCRda, unda ham 7-14 kundan keyin aniqlab beradi. Lekin biz antiretrovirusniy terapiyani boshlashimiz kerak. Bu narsani aytib o'tib ketaman. Antiretrovirusniy terapiya 2 soatdan 24 soatgacha yaxshi ta'sir qiladi.
bizning muhlatimiz 72 soatgacha bor. Sababi 72 soatda mana shu DNK hosil qilguncha olimlar tadqiqot olib borgan, o'zini DNKsini bizning DNKsimizga kirgizib yorib, o'zini narsalarni hosil qilguncha 72 soat, ya'ni 3 kun muhlat bor. Tiq tegdi, siz 3 kungacha demak terapiya o'sha speed centerlariga borib, ularda antiretrovirusni terapiyasini 28 kungacha olinadi. 28 kungacha olishingiz kerak. Uni eng yaxshi tarafi siz bo'lish ehtimolligingiz juda ham kamayib ketadi. Uni ham 2 soatdan 24 soatgacha qilsangiz, ya'niki effektivligi oshib ketadi. Xo'p, endi qanaqa aniqlash ehtimolligi bor ekan? Biz aytdik, 7-14 kunda, 7-kundan keyin o'zi aniqlashimiz mumkin. Eng ertachisi deb aytibman. U PCR da. Endi screening qilamiz. IFA degan immunofermentativ analiz bor. Unda nima bo'ladi? Antitanalar, ya'ni bu yerda immunologiyada o'zida aytib o'tmoqchi edim, lekin qisqacha sizlar tushunishliklaringiz uchun aytib o'tib ketaman. Misol uchun, virus keldi. Virusni birinchi taqdimoti, prezentatsiyasi dendrit hujayralar qiladi. Dendrit hujayralar virusning ma'lum bir qismini oladi, uni CD4 T limfotsitlarga prezentatsiya qiladi. Bizning organizmimizda mana shunaqa virus kirdi degan narsani dendrit hujayralar T limfotsiti CD4 T helperlarga aytar ekan. Undan keyin bizda B limfotsitlarga buyruq beradi. T limfotsitlar. Ishlalaring davay. Bizda virus kiribdi, uni o'ldirishimiz kerak degan narsani aytib o'tadi. Boya aytdim, komanda beradi. B limfotsitlar plazmatik hujayralarga aylanadi. Plazmatik hujayralardan esa antitanalar chiqadi. Bu immunoglobulin G, immunoglobulin M. M degani moment, ingliz tilida moment, ya'ni momental holatda, shu joyda ta'sir qiladi deganda narsani aytadi. Immunoglobulin M, immunoglobulin G borligini, ya'ni orqali biza IFAdan topsak bo'ladi. Bunda 3-dan 12 haftalikgacha agar bir joyga tiq tegdi, shu narsa bo'ldimikan, VICH bo'ldimikan degan o'y fikr bo'ladigan bo'lsa, uni 3-dan 12 haftasigacha IFA orqali topsangiz bo'ladi. Ya'niki IFAda nima ko'rsatilar ekan? Bizlarda immunitet, o'sha militsiyada komandirlarimizdan qolgan, ya'niki parcha immunoglobulinlar G yoki M. Shunlardan bizning immunitetimizdagi antitanalardan aniqlaymiz ekan. Xo'p, keyingi 4-paketli, ya'ni hozirda ko'p ishlatiladigan bu diagnostika, bu ham antitanalarga va antigenga, ham virusdan ma'lum bir qism, ham immunni antitanalarda ikkalasini qo'shilib hosil qiladi. Bu yerda bu narsa P24 kapsidi virusni qismi. Boshida aytib o'tdim, P24 kerak. Mana shu borligini biz tekshiramiz. Agar P24 bo'ladigan bo'lsa, zararlanibdi organizm, VICH bor ekan degan ehtimoliy nazariyani biz qo'yamiz. Mana shu diagnostikada, ya'niki antigenda P24 va antitanalarda ham tekshiriladi. Bu 2-6 haftaga, 2 va 6 hafta zararlanishdan keyin 2-6 haftada ko'rsatib berishi mumkin. PCR polimerizovanный цепной reaksiya deydi. Qaranglar, mana shu 7-14 kunda ko'rsatishi mumkin. Endi bu qanaqa bo'ladi? Bu RNK hujayralarini ko'rsatishga harakat qiladi. RNK tushunishliklaringiz uchun juda ham kichik narsa. Mikroskopda ham ko'rishingiz uchun u narsani ko'paytirishingiz kerak. U qanaqa tushunsak bo'ladi? Oddiy tilda tushuntiraman. Bitta basseynda, katta basseynga tasavvur qiling. Bizning qonimizda 5 litr. Bitta katta basseyn deb o'ylaydigan bo'lsak, o'shani bir tomchi basseynga bir tomchi krasitel solsangiz, bo'yoq solsangiz, qizil bo'yoq solsangiz, ko'k rangi misol uchun yoki shaffof rangi o'zgarib qoladimi basseynda? Unda qarasangiz qizil bo'lib qoladi. Yo'q, hech qachon u bo'yoq solindi deb siz ayta olmaysiz. Uni qachon qilsak bo'ladi? Bir chelak yoki bir paqir, bir satil deymiz. O'sha bir chelak bo'yoqni to'kib yuboradigan bo'lsa, basseynga qizilligi bor ekan degan narsani aytishimiz mumkin. Demak, bu yerda nima qilinadi? Mana shu RNK bitta emas, millionta kopiyalarni hosil qilishni boshlaydi. Minglab kopiyalarni hosil qilishni boshlaydi. Tushunlaringizmi? Demak, mana shu kopiyalarni hosil qiladi. Xo'p, keyingisi bu davolanishi. Davosi qanaqa bo'ladi? Davosi antiretrovirusli terapiya. Nima uchun anti degani? Chunki qarshi degan ma'noni anglatadi. Biz qaysi oilaga kiradi deb boshida aytib o'tdim. Retroviruslar oilasiga kirar ekan. Antiretroviruslar terapiya. Terapiya degan davolash degan. Xo'p, endi bunda asosan kombinirlangan preparatlar ishlatiladi.
bitta preparat ishlatmaysiz, kamida 3 ta preparat ishlatishingiz kerak. Qanaqa preparatlar? Qaranglar. Men sizlarga hozir zo'r tushuntirib berishga harakat qilaman. Mana bitta oddiy bank deyilgan bo'lsa, hayotiy tushunchada oddiy bank bo'ladigan bo'lsa, bankda misol uchun o'g'irlamoqchi. Ya'ni kinolarda ko'rganmiz, o'g'irlamoqchi, tunamoqchi deymiz. Mana shu bankni tunamoqchi. Nima qilinadi? Qaranglar. Organizmda ART terapiyasidan birinchi terapiyasi, misol uchun mana shu eshiklarni men yopib tashlashim kerak, kodlarini o'zgartirib tashlashim kerak. Kodni agar biladigan bo'lsa, zamoklarini qiyin qilib qo'yishim kerak. Demak, birinchi ta'sir qiladigan joyi bu bankda eshigini kirgizmasligim kerak. Tushunlaringizmi? Kirgizmaydigan terapiyasi bor ekan. Ya'ni oddiy tilda. Endi bankka kirdi bu. Bankka kirdi. Eshigini ochdi. Eshigini ochishda ham asosan CCR5 degan retseptorlarimiz bor, koretseptorlar aytib o'tib ketay. Ya'ni CXR4 degan retseptorlarimiz. Ya'niki mana shunaqa kodni o'shani teradigan bo'lsa, ya'ni hujayra o'shani taniydi, ichkariga kirgizib yuboradi. Tushunlaringizmi? CCR5 deb test qilasiz, misol uchun donda eshigi ochiladi, ichkariga kirsangiz bo'ladi degandek. Tushunlaringizmi? Hujayramizda mana shunaqa kod bor. Mana shunaqa kod bor. Demak, eshikdan jinoyatchini kirgizmaslik. Xo'p, endi kirdi. Nima qilishimiz kerak? Mana bu fermentlarni bloklashimiz kerak. Tushunlaringizmi? Ya'ni o'g'ri o'zi bruzi hamma ishni qila olmaydi. Uni sheriklari bo'ladi. Sheriklaridan biz uzib qo'yishimiz kerak. Ya'ni o'sha yerda svetni o'chiramizmi, antennani o'chiramizmi? Demak, mana bu fermentlarni men nima qilishim kerak? Ingibitorlashim kerak ekan. Teskari transkriptazani, integraza, proteazalarni ingibitorlash orqali men ularni sheriklaridan uzib qo'yish ehtimolligi oshar ekan. Tushunlaringizmi? Jinoyatchini, ya'ni bu virus, o'g'rini virus deb olyapmiz. Xo'p, endi kirdi. Bularni ham DNKsini shakllantirdi. Mana shu komandirni, ya'niki bizning T limfositlarida ichida ko'paydi. Endi nima qilishimiz kerak? Bankda ichida bo'ladigan bo'lsa, pulni oldi, sheriklari bilan bog'landi. Biz maksimal mana shu bankda ichidan chiqarmaslik funksiyasini bajarishimiz kerak. Ya'niki o'sha jinoyatchini bankda ichidan chiqarmaymiz. Shunlardan asosiy 3 ta mexanizm ekan. Birinchisi eshikdan kirgizmaslik, virusni hujayraga kirgizmaslik. Ikkinchi terapiyasida esa uni sheriklaridan uzib qo'yish, uni mana bu teskari transkriptaza, integraza, proteazalarni bloklash orqali va virusni tashqi, ya'ni qonga chiqishni biz bloklab qo'yishimiz kerak. Tushunlarmi? Ana shu 3 ta preparat. Nima uchun 3 xil preparat? Bir xil preparat, ya'ni eshikni yopib qo'ysa bo'lmaydimi degan narsa bu juda mutagen hisoblanadi. Mutatsiyaga juda tez uchraydi. Ya'ni shu mutatsiyaga uchraydi, immunitet yana tanimay qoladi, chalg'ib qoladi. Yana mutatsiyaga uchraydi, yana chalg'ib qoladi. O'sha xavflilik ehtimolligi ham shunda. Xo'p, keyingisi buni butun umr ichish kerak. Vich kasallangan bemorlar butun umr antiretrovirusni preparatlarni ichib yurish kerak. Ular o'shanaqa preparatlarni ichib yuradigan bo'lsa, immun tanqisligiga uchramaydi. Bizani qanaqa yashaydigan bo'lsa, sog'lom odam, ular ham xuddi shunaqa qo'shilib, ommatan jamiyatga qo'shilib yursa bo'ladi bemalol. Ya'ni sog'lom bo'ladi. Immunitet ishlab yuraveradi. Iloji boricha preparatlarni qoldirmaslik kerak. Agar qoldiradigan bo'lsa, men aytdim, mutatsiya qilish xususiyatiga ega. Yana o'zgarib ketish ehtimolligi bor. Xo'p, profilaktikasi bor. Ikkita, men aytdim, ya'niki o'sha tig' tegdi, siz o'ylayapsizki, vich balkim ehtimolligi bor deb, o'shanda 2-24 soat va 3 kungacha sizda muhlat bor. 2-24 soatda zo'r ta'sir qiladi. Antiretrovirusni terapiya olasiz. Xo'p, lekin o'shani oldindan olib yuradigan, ya'niki insonlar bor. Bu xavf ehtimolligi yuqori bo'lgan insonlar, ya'niki metrobotniklar. O'sha speed centerlarda ishlaydigan har safar ular o'shani ichida yuradi, ehtimolligi katta. Ular bo'lmasa ham, ya'niki tig' tegmagan bo'lsa ham ichish ehtimolligi bor ularda. Ichsa bo'ladi, ya'niki. O'shanaqa PrEP yoki PEP degan terapiyasi bo'ladi profilaktika uchun. Asosan 3 ta preparat deb aytdik. Tenofovir, qo'shimchasi bo'ladi, eslab qolinglar. Lamivudin va dolutegravir degan dorilar asosan qo'llaniladi. Bunda teskari transkriptazani mana bu ikkalasi bloklash funksiyasini bajaradi va dolutegravir esa integraza fermentini, ya'niki bloklash funksiyasini bajaradi. Men sizlarga tushuntirib o'tganimdek. Va bu yerda bitta narsani aytishim kerak sizlarga. Implantolog sifatida
va именно shifokor xirurg sifatida, jarroh sifatida qachon operatsiya qilsa bo'ladi yoki stomatologik ko'riklarda olsa bo'ladi, nima qilsa bo'ladi degan savolda VICH bemorlarni kontrolda ushlab, o'sha antiretrovirusli terapiyalarni olyaptimi, PCRda ko'rsatadi. Ya'ni ularda nechta organizmida virus borligi, undan keyin o'zgarish bo'lyaptimi? Misol uchun 100 mingta edi, u 5 mingtaga tushyapti, ahvol yaxshilanyapti degan holatlarda o'ylasangiz bo'ladi. Yoki immunitetdagi boyaga aytib o'tgan komandirlarim soni CD4 hujayralar ko'payaptimi? Agar 200 taga tushayotgan bo'lsa, bu sizda xavf ehtimolligini oshirib boradi. SPID aytdim, 200 tadan kam bo'ladigan bo'lsa, bu SPIDga olib keladi. Ya'ni bu narsa 200 tadan balandmi, 500 tami, 600 tami holatlarida qilib bemalol qilsangiz bo'ladi. Faqatgina iloji boricha mini invaziv aynan jarrohlik amaliyoti yoki terapiyani o'tkazishingiz kerak. SPIDda esa tiq tegizmaslik sizlarga tavsiya. SPIDda umuman tiq tegizmaslik kerak, chunki biz aytdik, infeksiyalarga qarshilik, o'sha regeneratsiya qilish qobiliyati, undan tashqari oddiygina o'sha tig'ni necha oylab, necha yillab hattoki bitmasligiga olib keladi. Ya'ni bemorni yomon ahvolga, yomon holatga tushirib qo'yish ehtimolligi oshadi. Demak, VICHni kontrolda ushlab olsalaringiz bo'ladi, davolashalaringiz bo'ladi yoki jarrohlik amaliyotni amalga oshirsa bo'ladi. Faqat kontrolda ushlab deb aytyapman. SPIDda esa umuman tavsiya qilinmaydi. Ya'ni absolyut qarshi ko'rsatma. VICHda esa nisbiy qarshi ko'rsatma. Tushunarsiz? VICH va SPID haqida umumiy tushunchaga ega bo'ldilaringiz degan umiddaman va xalqimizda tarqalgan miflarda, u narsalarda hamma narsasini yo'q ekanligini bilib oldilaringiz, nimadan yuqish kerak, nimadan yo'q, qanaqa til bo'ladigan bo'lsa, qanaqa diagnostikasi birdaniga chiqarmasligi, hamma narsani tushundilaringiz degan umiddaman. Agar video darslarimiz sizlarga yoqayotgan bo'lsa, biz ham qo'llab-quvvatlash maqsadida albattaki layklar bilan va izohlarda o'zingizni, ya'niki mana shu mavzuni qanday darajada tushunganligingiz va keyingi video darslar qanaqa mavzularda bo'lish ekanligini izohlarda qoldirsangiz bo'ladi va buni albattaki do'stlarga ulashib qo'ying. Keyingi darslarda uchrashguncha xayr, sog' salomat bo'linglar.